Sahnada Mix jamoasi. Qarshingizda chempion bo'lgandan keyin ancha oyoqqa turib olgan Mix jamoasi. Assalomu alaykum. Aziz muxlislar, bilasizlar, biz Narxoz institutidan keldik, to'g'rimi? Sizlar tasavvuringlarda Narxozda boy talabalar o'qiydi. Unaqa emas, mana ko'ringlar, 10 yildan keyin Narxozni bitirgan talabalar ko'rishib qolsa qanaqa bo'ladi? Nimaga? Bolalar, mana institutni bitirdim-ku. 3 ta 4 ta bizneslarim bor, soqqani bosib yotibman o'zi. Men tur firma ochdim, zo'r ketyapti. Men o'sha uy qurib sotyapman. Vashshe pul. Men налоговыйda boshliqman hozir. Gap yo'q. Yo'ldan chiqqanlar yo'l kirani berib yorasizlar. Bolalar, men oylik olgan. O'zim bu safar. Bolalar, men bitta ma'lumot o'qib qoldim. Toshkentning havosi iflosligi bo'yicha mana reytingda 1-o'ringa chiqdi. Serios? Besiga oyog'ingizni kiyib o'tiring, bir 7-o'rinlarga tushib qolar. Bolalar, yangilikni zo'ri. Milliy brendimiz Artel kompaniyasi Angliyaning Manchester City klubiga homiy bo'libdi. Zo'r bo'libdi. Endi Zo'r TVda anu Bahodir Jalolov o'rniga Erling Haaland konsertini ko'tarib chiqib kelar ekan. Endi ko'ramiz Manchester City va Arsenal o'rtasidagi o'yin tanaffusda kiyinish xonasidagi holat. Haaland o'ynasang o'yna lekin. Yoraman lekin o'ynalmayapsan. Foden to'g'ri tepsang tep lekin. Abduqodirjon. Menga qara, sanam Ruben Dias zashdan qo'yib yuboryapsan. Sen mana shu 2 ta gol qo'yib yubording. Abduqodirjon. Gap yo'q. O'zi Sallanning uyingga bitta Artel televizor qo'yib bekor qilibman-da, televizorning tagidan chiqmay qoldi hech qaysini. Lekinchi kelajakni Abduqodir Husanovga o'xshab o'ylash kerak ekan. Nimaga endi? Endi qara, Manchester Cityda pensiya yo'q deb Artelga 0.5 stavka stajga ketibdi. Endi men shuncha gapirdim, Pep Guardiola sizdan bir nima deying endi. Endi men Pep Guardiola Toshkentlik bir yaqin o'rtog'im gapini aytmoqchiman bolalarga. Ikkinchi taymda xudo sizlarni omadinglarni berdi. Uylandik. Kubokdan. Uylanish deganingga. Mavlud opamga havas qilib, Mavluda degan qizga uylandim-ku men. Qalay bo'lyapti? Lekin bo'lmasa ekan. Nimaga? Har kuni kechqurun sizdan ko'p narsa kutgandim deb Men ham uylanishga havas qilib, aka uchrashuvga chiqdim taksiz qiz bilan. Zo'r. Bo'lmas ekan aka u. Nimaga? O'zi men 2 ta bolam bor, zerikkandan yerga tegmoqchiman deydi. Men ham uylanaman deb deputat qiz bilan uchrashuvga chiqdim, lekin boshqasiga yerga tegib ketdi. Yomon bo'pti-da. Yo'q, va'da berdi, keyingi safar menga tegar ekan. Men uylanib o'g'illi bo'ldim-ku. O'g'limning ismini Jahongir Foziljonovga atab Jahon aka deb qo'ydim. Gap yo'q, gap yo'q. Jahon aka deb qo'ydingmi? Yo'q, Jahongir deb qo'ydim. Qanday ekan, qanday? Bo'lmas ekan. Uyda men yig'layotibman, og'zini qimlatib yotibdi. Orasida balkon deb qo'yadi. Men ham uylanmoqchi bo'lib uchrashuvga chiqdim. Milisa qiz bilan uchrashuvga chiqdim. Keyinchi? Keyin Bajarniy qiz bilan uchrashuvga chiqdim. Keyinchi? Fantaziyasi kuchli ekan, bugun bir doktor kiyimda kelsa uylanib oladi. Men ham uylanaman deb dadamning oldiga kirdim. Dadamning oldiga kirib, "Dada, ikkita akamni uylantirdingiz. Endi meni ham bir uylantirib qo'ying" desam, "Sen qivizda chiqasan, o'tkil kubik yutgin. Kubik yutding. Endi kubigingga uylanaver" deydi. Jinnimizdan otash kubikka uylanib yurma. Xabaring yo'qmi? 10 ta kamanda yurgan bu bilan. Ten bo'yli 2023-yilda birdaniga 2 ta kamanda yurgan. Eng yomonini aytaymi? Azamat o'tgan yili 10 kun olib ketdi buni uyiga.
Aziz muxlislar, sizlar o'ylab o'tirgandirsizlar, bular yosh jamoa o'tgan yil kubokni qanday olib ketib qolgan bo'ladi? O'tgan yilgi final mana bunaqa bo'lgan. Bolalar, men Surxondaryodan kelyapman. 18 yildan beri o'ynayapman. Men olib ketay shu kubokni. Mana shunday olib ketib qolganda men endi bular yosh jamoa, bu yil mana finalda kubokni qanaqa topshiradi deb o'ylab o'tirgandirsizlar. Bugungi final mana bunaqa bo'ladi. Bolalar, o'sha 19-yil Surxondaryodan kelyapman. Olib ketay shu kubokni. Shun bola oladi bu yil. Biz bu olib ketaylik, men olaman bugun. Biz Mana shunday indamay qo'yib ketamiz biz. Rahmat azizlar, biz chiqishimiz so'ngida nima demoqchimiz? O'tgan yili chempion bo'lganimizda bizning safimizda ikkita tajribali akamiz bor edi. Bu yil ular chiqmagan bo'lsa ham biz o'zimizning kuchimiz bilan yarim finalgacha yetib keldik va bugun mana finalda kubok topshirishga chiqdik. Demak biz butun mavsum davomida sahnaga chiqdik, to'g'rimi? Endi men sahnada turib niyat qilamiz, nasib bo'lsa keyingi yilga ham mavsum davomida finalgacha borib o'ynab, kubok topshirishga emas, kubokni olishga chiqadigan jamoa. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining Mix jamoasi bo'ldi. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining Mix jamoasi Guldiroz Qarsakiylar.